Barchaga salom. Bugun noodatiy video bo'ladi. Odatdagi ta'sirli va mazmunli hikoyalardan keyin bugun mashhur shoir Alisher Navoiyning Saddi Iskandariy dostonidagi bir hikmatni o'qib beraman. Agar tayyor bo'lsangiz boshladik. Alisher Navoiyning Saddi Iskandariy dostonidagi hikmat. Iskandarning Arastudan kishi tabiati yigitlikda nechun mehnatdan nafratlanadi va qarilikda miyada aql kamayadi deb so'ragani. Hakimning qarilik donoligi bilan juvonbaxt shohga yo'l ko'rsatgani. Jahon shohi yana bunday savol so'radi: ey maxfiy va nozik sirlarning bilimdoni, yigit kishiga ishlash va kasb hunar qilish og'ir bo'lmaydi-yu, ammo nima uchun yoshlar mehnat qilishdan qochadilar? Yigitlikning davri o'tgach esa nima uchun hamma ishning zavqi, lazzati kamayadi? Yosh yigitlar nega xursandchilikka o'chu, qariyalarga o'yin kulgi yoqmaydi? Donolik xislatiga ega bo'lmish hakim aytdiki: ey barcha odat va xislatlar barkamol shoh, bolalik ayyomlarda odamzodda har narsani tushunish va idrok etish qobiliyati kam, tabiati esa aql va tafakkurdan uzoq bo'ladi. Yoshlik damlari o'yin kulgiga qancha o'ch bo'lsa, xato va kamchiliklari shunchalik mo'l bo'ladi. Bolalik o'tib, o'spirinlik davri boshlangach, miyaga aql nuri harorat bera boshlaydi. O'spirinlik davrining odamlari ikki turga ajraladi. Ularning birida aqlning quvvati oshsa, ikkinchisida nafs kuchlanib ketadi. Agar kishining aql quvvatlanib o'sib borsa, u yaxshi ishlarga tomon yo'l oladi. Lekin afsuski, olam kishilarda bundaylar oz. Agar bo'lsa, bunday aql egalari xalq o'rtasida mumtoz va obro' egasi bo'lardi. Agar nafs aqlidan ustun bo'lsa, uni tarbiya qilmoq kerak. Kimgaki poklik ruhi madad berar ekan, uning ko'ngliga aql shami nur sochib turadi. Bunday baxtga ega bo'lgan kishilar juda oz bo'lib, bor ham xalq o'rtasida nodir hisoblanadi. Nafsi aqlidan ustun bo'lgan odamlarning soni ko'p bo'lsa ham, ammo xalq aqlli odamlarni hurmat qiladi, ularga yon bosadi. Chunki aqlli odamlar hamma narsaning oxirini o'ylab, rioya, andisha bilan ish qiladilar. Ularning o'ylaganlari ko'pincha to'g'ri va omma uchun foydali bo'ladi. Odamlar o'rta yoshga kirib, soqollariga oq tusha boshlagach, tarbiya natijasida to'g'ri yo'lga tushib qoladilar. Zero bu paytda badanlarning o'ti ancha sovib, haroratlari pasayib boshlaydi. Bu yoshdagi odamlarning ba'zilari mayga berilib, ichkilikning harorati bilan o'zlarini qizdirmoqchi bo'ladilar. Bunday mayxo'rlikka berilganlarning umri o'yin kulgi bilan o'tib ketadi. Lekin bular qarab, vujudida quvvat o'rnida zaiflik, darmonsizlik paydo bo'lgach, nafas olish qiyinlashib, badanida bo'lgan harorat o'tini rutubat, nam bosib so'ndiradi. Qaysi bir o'tni suv bosadigan bo'lsa, uning o'chmay qolishi mumkinmi? Kishi vujudida harorat kamaysa, me'da sutlashib, yeyilgan ovqatlar ham yaxshi hazm bo'lmay qoladi. Agar hazm bo'lmayapti deb kam ovqat yesa, kundan kunga kuch-quvvati pasayadi. Ko'p esa-chi, hazm bo'lmasligi orqasida vujudi kasallanadi. O'tdan chiroq yongani singari, kishi vujudi sog'lom va baquvvat bo'lsa, dimog'i ham chog' bo'ladi. O't o'chsa, sham ham yonishdan to'xtagani kabi, badanida quvvat kam odamning aqli ham yetarli bo'lmaydi. Zero quvvatsizlik miyaga ko'pdan ko'p zarar yetkazadi. Natijada aql idrok izdan chiqadi. Kishi bunday holatga tushib qolsa, shaklining ham o'zgarib, xunuk bo'lib qolishi turgan gap. Agar bunday aqlli kishilar hayot va jamiyatda o'z shaxsiy manfaati uchun kurashmay, o'z nafsini demay halollik bilan ish yuritsalar, qanoat bilan tirikchilik qilsalar, ularni payg'ambar desa ham, vali desa ham, hakim, faylasuf, donishmand desa ham bo'ladi. Bundaylarning vujudi shubhasiz mehnat va riyozat bilan chiniqqan bo'lib, ko'ngillari faqat poklikdan quvvat oladi.
Ularning umri qancha uzun bo'lsa, qancha keksaysa ham yuz-ko'zlari shunchalik go'zal va nuroniy bo'laveradi. Shuningdek, ular yashagan sari aql va bilimga to'lib, kanob qancha eskirgani bilan o'z tusini yo'qotmagani kabi yosharib boraveradi. Bu Iskandar va Arastuning suhbati edi. Bu sizga yoqdimi? O'zi biror nimani angladingizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va kanaldan uzoqlashmang. Bu yerda sizga yoqishi mumkin bo'lgan yana bir qancha hikoyalar bor. E'tiboringiz uchun rahmat.